Assalomu alaykum. Bizni YouTube kanalida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi qilgan montajlarimiz Andijon viloyati Bo'ston mahalla fuqarolar yig'iniga 11 metrli terasga olib kelib o'rnatib berdik. Zalotoy dub profilidan. Avvalambor rasmiylanishini o'taman, keyin narxlariga to'xtalib ketamiz. Qadrli obunachilar, enlar 2,5 sm dan old tomoniga 4 ta, xo'p, 4 ta rom olib kelib o'rnatib berdik. Bo'ylari 1.90 sm, har biriga bittadan ochilish qo'yib berganmiz. Oynalari bir qavat yo'diy oynalarni qo'ydik. Penalarni hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqib berdik. Ustunlari qiyshiq bo'lganligi sababli old tomonni tunuka fonda xonadon egalari o'rab oladigan bo'ldi. Ichki tomonni patolog kizaman deyapti. Ichki tomondan ko'rsataman. Ichki tomondagi kepsa kartonni o'rab olsa nihoyatda go'zal bo'ladi. Taylarga payna bilovlarni urib berishgan ekan, mana cho'tki bo'lib bitta, qadrli obunachilar. Xo'p, bularning yonida bir dona 2 qanatli eshigimiz bor. Uni rasmiylari 2,5 metr bo'lyapti. Bo'ylari 340 sm bo'lyapti. Ikkita qanat, ikkita eshigini ochilishlarini bir xil qilib berdik. Eshigini ochilishlarini, xo'p, e'tibor beringlar, eshigini ochilishlari 12 sm-lik balkon profillarni qo'yib berganmiz. Xo'p, termo rochkalarni qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal bo'lyapti. Ochib yopilishlari behijolat bo'lyapti. Taylarini mana 20 sm ko'tarib berdik. Ichki tomonga ochib berganligi uchun ichki tomonga ochib berdik. Zinalari quyishib netishib olsa yonlariga bu yog'ini nihoyatda go'zal bo'ladi. Termo rochkalar taylarga alyumin kapollarni qo'yib berganmiz. Mustahkamligi hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Buni ham oynalari bir qavat yo'diy oynalarni qo'yib berganmiz. Choklaga e'tibor beringlar. Ko'pchilik choklari qanaqa deydi, balkon qanoti qanaqa keltiryapsizlar deyapti. Balkon qanoti choklari ham behijolat, hamma yo'g'i ko'rinib tomoni bir xilla kelgan, qadrli obunachilar. Xo'p, teraskamiz ichki tomonini ko'rsataman. Teraskamiz ichki tomoni ochilib yopilishlari hamma yo'g'i cho'tki. Uni ham penalari hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqilgan. Xo'p, romlarni saylariga 30 li patagoniyalarni qo'yib berdik. Mustahkamligi behijolat. Taylarigacha penalarni atido to'ldirib berdik. Egalar xursand bo'lib qabul qilib olyapti. Ochilishlariga odishir ruchkalarni qo'yganmiz. Ozavozlarga e'tibor beringlar. Nihoyatda go'zal bo'lyapti, qadrli obunachilar. Hammasiga bittadan ochilish qo'yib berganmiz. Endi xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, ichki tomonni ham o'zlaringiz qo'yib berasizlar. Eshik romlarimiz bor deyapti. Nasib qilgan bo'lsa, ichki tomonni ham o'zimiz qo'yib beramiz. Mana shohid bolalar hamma yo'qda yig'ishtirib, paratkalik qilish arafasida, xudo xolasa. Iloji boricha qadrli obunachilar, videoni uzmasdan qo'yib boryapmiz. Qadrli obunachilar, Andijon viloyati Bo'ston mahalla fuqarolar yig'iniga 11 metrlik teraskamiz, yo'diy aynak, bir qavat yo'diy aynak olib kelib o'rnatib berishimiz 15 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli shiromlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Pastlarida telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon aka.